Ona mana sigirlardan ko'rsatishga harakat qilaman hozir. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz aka buni? 25 ta. 25 ta balachasi. O'qishchi. Qancha tug'ildi aka? Bir oylik bo'ldimi? Bu 20 kun oldi. 20 kun. Savdo bo'lyaptimi aka hozir? Yo'q, yo'q. Hozir nechi pul qildi aka? 22 qilib bermoqchi. Barakasi bersin. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz aka buni? 18 mi? Balachasi ho'kizmi? 10-chi, ho'kizmi? 18 million deyapsiz. Savdo bo'lyaptimi hozir? Ha, savdo qilyapman, 15 ga beraman. Nechi pul qildi aka bozor? 15 ga beraman. 15 ga bergansiz. Mana mana sigirlar qancha deyapsiz? 30 million. Balasi ho'kizchami? Necha oylik bo'lgan balasi? 1 oylik bo'ldi, ichida 2 oylik bo'ladi. Ha, ichida ham bor balasi. 30 million deyapsiz. Bozor nechi pul qildi? 25. Ich bosh deydi. Ich bosh. Bozor 25,5 qildi. Balasi ho'kizchami? Ho'kiz bola. Necha oylik? Bir oylik qancha tug'ilgan? Yo'q, hali hafta bo'ldi. Ha? Hafta. Qancha sut beryapti aka? 5 litr suti bor. 5 litr sutiga javob. Ha. Hozir necha pul qildi aka? Hozir 17,5 qildi. 17,5. Hozir nechinchi balasi hozir tuqqani? Bu ikkinchi balasi. Ikkinchi balasi. Ikkinchi, ha? Barakasi. Assalomu alaykum. Qancha qildi aka bozor? 22. Qancha deyapsiz? 30 deyapsiz, 20 so'radi. Balasi nima? O'qishchami? Balasi xonojin. Ha, shu tomon. Qancha bo'ldi tug'ilganiga? Tug'ilganiga qancha bo'ldi? 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'ldi. Xonojinchi. Qancha sut beryapti? 5-6 ta beradi. Yap. Qancha deyapsiz aka shu sigirni? 30 million. Bu balasi. Balasi o'qishchami? Bozor qancha qildi aka? 26. Qancha sut beryapti? 12.